Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoqda faol kuzatib turuvchi kitobsevar kitobxonlar. Xo'jaobod tuman axborot kutubxona markazida o'tkazilinib kelinayotgan navbatdagi mutolaa zavqi loyihasi doirasidagi sonida Oilada sevgi suhbatlar kitobidan onalikning beminnat xizmati qanchaga tengligini o'qib bermoqchiman. Marhamat tinglang. Onalikning beminnat xizmati. Qizaloq oshxonaga kirganida onasi kechki ovqat taraddudida edi. U qo'llarini artgach, qog'ozni olib o'qiy boshladi. Unda quyidagi ro'yxat yozilgan edi. Bog'ni tozalaganim uchun 500 so'm. Do'konga borib kelganim uchun 10 ming so'm. Ukamga qaraganim uchun 1,5 ming so'm. Xonamni tartibda saqlaganim uchun 1000 so'm. Axlatni tashlaganim uchun 1000 so'm. A'lo o'qiganim uchun 2,5 ming so'm. Jami 5700 so'm. Onam tabassum qildi. Qiz sabrsizlik bilan javob kutar ekan, qog'ozni o'girdi-yu shunday yozib berdi. Seni 9 oy qornimda olib yurdim tekin. Tunlari bedor bo'lib oromimni o'ylab kasal bo'lsang tuzalishing uchun nima zarur bo'lsa qildim. Duogo'ying bo'ldim tekin. Yillar sarflagan vaqtim, xatti-harakatlarim, ko'z yoshlarim tekin. Tunlari kelajagingni o'ylab chekkan iztiroblarim, xavotirlarim tekin. Senga bergan tavsiya va bilimlarim tekin. O'yinchoqlaring, oziq-ovqatlaring, kiyimlaring tekin. Oq yuvib, oq taraganim tekin. Qizim, bularni jamlaganingda mehr-muhabbatimning tekinligini ko'rasan, dedi. Bu so'zlarni o'qigan qizaloqni ko'zlarida yosh qalqaladi. Boshini ko'tarib, sizni juda yaxshi ko'raman, oyijon, meni kechiring, dedi. Keyin esa o'ziga ro'yxatni tagiga katta harflar bilan yozib qo'ydi. Hammasi to'langan bolajonim, dedi onasi.